Vaqf xayriya jamoat fondi rahbari Zayniddin domla Eshonqulov boshchiligida Namangan viloyatida qator xayrli va ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan Namangan shahridagi Hidoya o'rta maxsus islom ta'lim dargohida talabalar va mudarrislar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Zayniddin domla ilm olish fazilati, yuksak maqsadlar sari intilish, vatanga muhabbat va din yo'lida sidqidildan xizmat qilish haqida samimiy va ta'sirli tavsiyalar berdi. Shu bilan birga Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan 8 nafar talabaning 36 million 200 ming so'mlik shartnoma to'lovlari qoplab berildi. Bu saxovatdan mamnun bo'lgan talabalar davlat rahbariga, muftiy hazratlariga va fond rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirdilar. To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan sayyor seminar doirasida imom xatiblar va haj ziyoratchilari ishtirokida 8 toifaga mansub 100 nafar kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalar holidan xabar olindi. Ushbu 100 ta xonadonga fond mablag'lari hisobidan oziq-ovqat mahsulotlari beg'araz xayriya sifatida yetkazildi. Ma'naviy suhbatlar orqali ularga ruhiy ko'mak ham ko'rsatildi. Shuningdek, Zayniddin domla boshchiligida To'raqo'rg'on tumanidagi 48-sonli alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatiga tashrif buyurilib, 272 nafar o'quvchiga ehtiyoji yuqori bo'lgan ko'rgazmali kitoblar va yumshoq o'yinchoqlar taqdim etildi. Ushbu e'tibor bolalar qalbida katta quvonch va umid uyg'otdi. Tadbir davomida Ijtimoiy himoya milliy agentligi Namangan viloyati boshqarmasi tomonidan fond rahbariyatiga tashakkurnoma taqdim etildi. Uchrashuvlar Qur'on tilovati va duoyi xayrlar bilan yakunlanib, ishtirokchilar qalbida mehr-oqibat, saxovat va ezgulik tuyg'ulari yanada mustahkamlandi.